MRT anaqilardan o'tgan bo'lganda. Uncha og'riq bermas ekan. Taksida og'riqlari bor. Deklaberul olaman, yana yurib ketiraman. Lekin shanba kuni juda ham pриступ berib qoldi. Mana bugun oyog'iga turdim. Qaysi oyoq o'ziga beradi? Chapga beradi ko'proq. Refleks yaxshi. Refleks yaxshi. Yaxshi. Tomonda yurib ko'rsatingchi, mana shuni qilib tomonda. Chap tomon sal tushib ketadi, bosganingizda. Oyoq uchida yuringchi. Yotib oling. Tepaga qarab yotib oling. Oyog'ingizni uchlari bilan gaz bosganga o'xshatib bosing pastga. Mana ko'ringchi. O'zingizga torting. Tizzani ochishga harakat qiling. Mana shunday oching. Mana shunday qilib harakat qiling. Qiling. Endi torting o'zingizga. Bu tomonda ham shu. Tizzani oching. Endi torting. Yaxshi. Ikkita tizzingizni buking. Yon tomonga oching. Bunaqasi. Oching. Bir-biriga yaqinlashtiring. Buni tepaga torting. Kuchlar yaxshi. Bo'sh qo'yamiz. Og'riq bormi? Pastda bor unda. Kaf tomoni bor. O'sha joy prosta. Bittami? Dod tortishgan ekan. Uyush bormi? Mana tortish bor. Uyushib qoladi, muzlash. Mastgacha kelyaptimi? Yo'q. Bu yoqdami? Bu yoqda bor. Orqa tomonda. Kuchaydimi? Kuchaydi, Bu tomondachi? Prosta tortishlar tomon. Deyarli yo'q, bunaqa. Yo'q. Pastga qarab oling. Bo'sh qo'ying. Qo'llaringizni pastga tushiring. Og'riq kuchlimi? Bor. Bu yoqdachi? Bu yoq yaxshi, unaqa. Chapda mondagidek emas, kuchli emas. Lekin hozir sizlarni ukollarim o'rniga bosib turibsiz. Shu ukolni tagida mushak borda, nervni ustidan bosib turadigan. Chapda asosan kuchli. Ikki tomonga ham bir xil kuch beryapman chapda. Biz ko'ramiz. Aka. Bo'sh qo'ying. Sal chidab bering. Ancha bo'shashib qoladi hozir yana. Yo'q, bo'sh qo'yib turing, maza qilasiz. Asosan. Kirib belgisi bor. Shuning uchun yallig'lanishga qarshi va mushaklaringizni bo'shashtiradigan ikkita preparat yozdim. Ham bel va piriformis mashqlarini yozdim. Va yozib qo'ydim, qayta ko'rik MRT umurtqa pog'onasi bel duvozasi sohasi natijasi bilan deb yozib qo'ydim. Keyingi kelganingizda обязательно MRT ga tushib, bel duvozasi sohasini tushib kelasiz. Xo'p. Qayerda tushish anaqa emasmi? Farqi qayerda turasiz? Yashnobodda turaman. Yashnobodda qaysi biridir yaxshiroq tushiradi deb aytiladi. Yo'q, deyarli hammasi bir xil shaharda. Ikkita uchta joyda bor faqatgina. Teslasi yaxshi emas. Ular endi aynan shularni topib tushmasangiz bo'ldi. Boshqa Aquamarine, Shohmed bormi, M-klinik bormi? Ko'ksaroyda tushuvdi shu. Ko'ksaroy ham normal. Yaxshi. Endi og'riq bersa borib tushishim kerakmi shunda? Masalan, hozir siz mana shu tabletkalarni ichyapsiz, mashqlarni qilyapsiz. O'shanda ham qolmasa yana ushlasa, обязательно tushib turib kelasiz. Ko'rib, nima bo'layotganini ko'ramiz MRTda. Lekin klinik ko'rishimdan namoyon bo'lib turgan narsa belgilari aksariyat holatda siznikidek narsa mana dori bilan va mashqlardan o'tib ketadigan narsa. Bo'lishi mumkin, kichkinaroq grijalaringiz bo'lishi mumkin, sizni bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin. Uni faqatgina aniqlash MRTdan keyin bo'ladi.
Hozir unaqa qo'rqinchli narsa yo'q. Reflekslarningiz ishlab turibdi.